Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga Yagona milliy mehnat tizimiga yangicha kirish tartibi bilan tanishtirmoqchiman. Buning uchun biz Google dan My mehnat o'z deb qidirishimiz kerak va Yagona milliy mehnat tizimining asosiy bo'limiga kiramiz. Bu yerdan tizimga kirish bo'limini tanlaymiz. Bu yerda bizga OneID login va parollar orqali kirishni tasdiqlashni talab etmoqda. Asosiy o'zgarish shu. Ya'ni asosiy o'zgarish kirish, ya'ni My mehnat o'zga kirishda yangi o'zgartirishlar kiritilgan. Xo'p. My mehnat o'zga kirish uchun bizdan rahbarning OneID login va parollarini talab qilishadi. Shu yerda bir savol tug'ilishi mumkin. Agar korxona rahbarining login va parollari mavjud bo'lmasa yoki esdan chiqqan bo'lsa, qanday yo'l tutsam bo'ladi? Buning uchun biz yana bir bor Google dan OneID deb qidirtiramiz va mana bu havola ustiga bosamiz. Demak, bu yerdan elektron raqamli imzo orqali kirish bo'limini tanlaymiz va o'zimizga kerakli korxonani raqamli imzosini kiritib kirish tugmasi bosiladi. Bu yerda kirishni raqamli imzo paroli orqali tasdiqlashimiz kerak. Demak, yana bir bor. Marhamat, rahbarning profiliga muvaffaqiyatli kirdik. Sozlamalar menyusiga o'tamiz. Bu yerdan login parol bo'limini tanlaymiz. Loginni o'zgartirish uchun mana bu yerga yangi login yoziladi va albatta o'zgartirish nuqtasini bosishni yoddan chiqarmang. Parolni o'zgartirish uchun yodingizda bo'lsin, tasdiqlash turini tanlang deb yozilgan joyda parol emas, elektron imzo bo'lishi kerak. Bu bizga yangi qo'yilgan parolni rahbarning imzosi orqali tasdiqlashga imkoniyat yaratadi. Demak, bu yerga yangi parol yoziladi. Demak, yangi parolni yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu tomonga ham o'sha parolimizni takroran yozib qo'yamiz. Demak, parollarimiz mos tushdi. Bu yerdan rahbar imzosini tanlaymiz va parolni tahrirlash nuqtasini bosib qo'ysak kifoya. Demak, biz yangi parollarni o'zgartirib oldik, login va parollarimizni. Endi biz bemalol OneID orqali My mehnat o'zga kirishimiz mumkin. Bu yerga yangi login yoziladi, bu yerga esa yangi parolimizni kiritishimiz kerak va kirish nuqtasini bosamiz. Bu yerdan o'zimizga kerakli korxonani tanlaymiz va davom etish nuqtasini bosamiz. Bu yerdan qaysi kabinetga kirmoqchisiz? Men tashkilot kabinetiga kirmoqchiman. Davom etish. Bu yerdan yana bir bor raqamli imzo parol orqali tasdiqlashni talab etadi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, biz My mehnat uz sayti orqali o'z korxonamizning kabinetiga muvaffaqiyatli kirdik. Yangi kirish usuli bilan to'liq tanishtirdim deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.